Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yangi qonun kuchga kiryapti va bu o'zgarish deyarli har bir oilaga, har bir ishlayotgan odamga uy-joyi, mashinasi, krediti, alimenti, jarimasi yoki shartnomasi bor fuqaroga tegishli bo'lishi mumkin. Eng katta muammo shundaki, ko'p odamlar qonun o'zgarganini kech biladi. Keyin esa jarima, qarzdorlik, sud, ijro hujjati yoki bank hisobidagi cheklov bilan yuzma-yuz keladi. Men bugun murakkab yuridik tilda emas, oddiy hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgardi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa ortcha vahimaga tushmasligi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayniqsa hujjat, qarz, ijara, oldi sotdi, ish haqi va majburiyatlar bilan bog'liq joylar juda muhim. Hozirdanoq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish pulingizni, vaqtingizni va asabingizni saqlab qoladi. Avval ko'p holatlarda fuqarolar o'z majburiyatlarini kechiktirib yurganda, jarima yoki qarz bo'yicha ogohlantirishlar yetarlicha aniq bo'lmasdi. Masalan, odam kredit to'lovini 2 oy kechiktiradi, kommunal to'lovni unutadi. Ijara shartnomasini yozma qilmaydi yoki birovga qarz berganda oddiy tilxat bilan cheklanadi. Keyin muammo chiqqanda kim haq, kim nohaq ekanini isbotlash qiyin bo'lardi. Ko'pchilik sudgacha bormaydi. Borsa ham hujjatlar yetishmaydi. Telefon yozishmalari yo'qolgan, to'lov kvitansiyasi saqlanmagan. Guvohlar esa keyin gapirishni istamaydi. Yangi tartibning asosiy ma'nosi shuki, endi og'zaki kelishuvga, eshitgan gapga. Aka-uka orasida bo'ladi-ku degan. Ishonchga suyanish xavfliroq bo'lib boryapti. Davlat ham, banklar ham, sudlar ham, ijro organlari ham hujjat, raqamli iz, rasmiy tasdiq va muddatga qaraydi. Ya'ni sizning niyatingiz yaxshi bo'lganini emas, qo'lingizda qanday dalil borligini ko'radi. Men bu yerda bir narsani alohida aytaman. Yangi qonun oddiy fuqaroni jazolash uchun emas, munosabatlarni aniq qilish uchun kerak. Lekin qonunni bilmagan odam baribir zarar ko'rishi mumkin. Chunki qonunda muddatlar bor, tartiblar bor, hujjat talablari bor. Masalan, bir arizani 10 kun ichida berish kerak bo'lsa, siz imbi kuni bo'lsangiz, men bilmagandim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Oldin odamlar ko'pincha shunday o'ylardi. Hali vaqt bor, keyin to'layman. Hujjatni keyin rasmiylashtiramiz, tilxat bo'lsa yetadi. Telefon orqali kelishdik-ku. Endi esa bunda yondashuv ko'proq xavf tug'diradi. Chunki yangi tartibda majburiyatni bajarmaslik, kechiktirish yoki noto'g'ri rasmiylashtirish oqibatlari tezroq seziladi. Bank hisobi, ish haqi, mulk, avtomobil, notarial harakatlar va boshqa xizmatlarda cheklovlar paydo bo'lishi mumkin. Birinchi muhim masala, har qanday pul munosabatini yozma va aniq qilish kerak. Masalan, siz tanishingizga 10 million so'm qarz berdingiz. U bir oyda qaytaraman dedi. Agar siz faqat og'zaki kelishgan bo'lsangiz, keyin u men qarz olmaganman desa, sizning ishingiz qiyinlashadi. Agar tilxat bo'lsa ham, unda sana summa qaytarish muddati, tomonlarning pasport ma'lumotlari, imzo va pul aynan qarz sifatida berilgani ko'rsatilmagan bo'lsa, nizo paytida muammo chiqadi. To'g'ri tilxatda shunday ma'lumotlar bo'lishi kerak. Kim kimdan pul oldi, qancha oldi, qaysi valyutada yoki so'mda oldi, qachon qaytaradi, qarz foizlimi yoki foizsizmi, pul naqd berildimi yoki karta orqali o'tkazildimi. Agar karta orqali o'tkazilgan bo'lsa, izoh qismiga qarz deb yozish foydali. Masalan, Aliyev vali tomonidan Karimov Sardorga 10 ming so'm qarz 2025 yil avgustgacha qaytarish sharti bilan degan mazmundagi izoh keyin katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Ikkinchi masala, ijara, oldi sotdi, xizmat ko'rsatish va shariklik munosabatlarini rasmiylashtirish kerak. Masalan, siz uyingizni oyga 3 million so'mga ijaraga berdingiz, og'zaki kelishdingiz. Ijarachi 4 oy yashadi, keyin pul bermay chiqib ketdi. Uyda ta'mirlashga zarar yetkazdi. Sizda shartnoma bo'lmasa qancha to'lashga kelishilgani, depozit bo'lganmi, kim kommunal to'lovlarni to'lash kerakligi, uy qanday holatda topshirilgani haqida bahs boshlanadi. Agar shartnoma bo'lsa, masala boshqacha. Unda ijara muddati, oylik to'lov sanasi, kechiktirish uchun javobgarlik, kommunal to'lovlar, mulkni saqlash, uy egasining kirish tartibi, ijarachining chiqib ketish muddati aniq yoziladi. Oddiy qilib aytganda, shartnoma kelishmovchilik paytida sizning xotirangiz emas, dalilingiz bo'ladi. Uchinchi masala, qarzdorlikni yashirib bo'lmaydi. Ko'p odamlar jarima, aliment, kredit yoki kommunal qarz borligini biladi. Lekin hali hech kim kelmadi, demak muammo yo'q deb o'ylaydi.
Bu noto'g'ri. Bugungi tizimda ma'lumotlar elektron bazalarda yuradi. Bir joydagi qarzdorlik boshqa xizmatlarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, odam avtomobilni sotmoqchi bo'ladi, notariusga boradi, lekin unda ijro hujjati bo'yicha cheklov chiqadi yoki bankdan kredit olmoqchi bo'ladi. Lekin avvalgi kechikkan to'lovlari kredit tarixida ko'rinadi yoki ish haqidan ushlab qolish boshlanadi. Men bunday holatlarni amaliyotda ko'p ko'rganman. Bir kishi 1.200.000 so'm jarimani vaqtida to'lamagan. U jarimani arzimas deb o'ylagan. Keyin ustiga qo'shimcha xarajatlar, ijro yig'imi, hisobdagi cheklov va vaqt yo'qotish qo'shilgan. Natijada masala faqat 1.200.000 so'm emas, balki bir necha kun yugur. Ish joyidan ruxsat, bankka borish, ijro organiga murojaat qilish kabi muammoga aylangan. Eng avvalo qarzi bor odamlar ehtiyot bo'lishi kerak. Bu kredit bo'lishi mumkin, aliment bo'lishi mumkin, sud qarori bo'lishi mumkin, jarima bo'lishi mumkin, kommunal qarzdorlik bo'lishi mumkin. Agar sizda majburiyat bo'lsa, uni e'tiborsiz qoldirmang. Qarz kichik bo'lsa ham vaqt o'tishi bilan kattalashadi. Asosiy summa ustiga penya, jarima, sud xarajati yoki ijro xarajati qo'shilishi mumkin. Ikkinchi toifa, birovga pul bergan yoki birovdan pul olgan odamlar. Agar siz qarz berayotgan bo'lsangiz, ishonaman degan gap bilan cheklanmaslik kerak. Ishonch boshqa, hujjat boshqa. Hujjat ishonchsizlik belgisi emas, kelishuvni himoya qilish vositasi. Siz qarz olayotgan bo'lsangiz ham hujjat sizni himoya qiladi. Chunki qarz beruvchi keyin men 10 million emas, 15 million berganman desa, aniq yozma dalil bo'lmasa bahs paydo bo'ladi. Uchinchi toifa, uy-joy, avtomobil, yer, biznes, do'kon, texnika yoki qimmatbaho buyum oldi-sotdisi qiladiganlar. Masalan, mashina uchun 5 million so'm zakalat berdingiz. Sotuvchi ertaga fikridan qaytdi. Agar zakalat yozma rasmiylashtirilmagan bo'lsa, bu oddiy avansmi yoki qaytarilmaydigan zakalatmi nizo bo'ladi. Ko'p odamlar zakalat berdim deydi, lekin hujjatda bu so'z yo'q. Natijada pulni qaytarish yoki 2 barobar undirish masalasida muammo tug'iladi. To'rtinchi toifa, ish beruvchi va ishchilar. Agar odam norasmiy ishlasa, oyligi konvertda berilsa, mehnat shartnomasi bo'lmasa, keyin ish haqi, ta'til puli, kompensatsiya, ishdagi jarohat yoki ishdan bo'shatish bo'yicha huquqini isbotlash qiyinlashadi. Ish beruvchi ham xavf ostida qoladi. Chunki norasmiy mehnat munosabatlari tekshiruv paytida jarima va boshqa oqibatlarga olib kelishi mumkin. Agar siz majburiyatlaringizni vaqtida bajarayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz tartibda bo'lsa, to'lov kvitantsiyalarini saqlayotgan bo'lsangiz, shartnomalarni o'qib imzolayotgan bo'lsangiz, ortiqcha qo'rqishga hojat yo'q. Qonun avvalo tartibli odamni himoya qiladi. Muammo ko'pincha qonundan emas, beparvolikdan chiqadi. Masalan, kredit olgan odam har oy 2 million so'm to'lashi kerak. U to'lov sanasini biladi, bank ilovasida jadval bor, SMS keladi. Agar u vaqtda to'lasa, hech qanday jiddiy xavf yo'q. Lekin u 3 oy to'lamasa, bankka javob bermasa, restrukturizatsiya haqida murojaat qilmasa, keyin nega muammo bo'ldi deyishi to'g'ri emas. Yoki ijarachi shartnoma bilan yashayapti, har oy pulni karta orqali o'tkazyapti. Izohga ijara to'lovi deb yozmoqda. Kommunal to'lovlarni saqlab qo'ymoqda. Bunday odamning pozitsiyasi kuchli. Uy egasi ertaga to'lamagan desa, u bank cheklarini ko'rsatadi. Shu sababli vahima emas, tartib kerak. Birinchi misol. Nodira opa qo'shnisiga 2 million so'm qarz berdi. Qo'shnisi u oyda qaytaraman dedi. Tilxat yozildi, lekin unda qaytarish muddati ko'rsatilmagan. 3 oy o'tdi, 6 oy o'tdi, pul qaytmadi. Sudga borilganda qarzdor, men qaytarish muddatini kelishmaganman. Imkon bo'lganda beraman deganman dedi. Agar tilxatda aniq sana bo'lganda, Nodira opaning talabi kuchliroq bo'lardi. Demak, summa bilan birga muddat ham juda muhim. Ikkinchi misol. Jasur aka mashina sotib olmoqchi bo'ldi. Mashinaning narxi instaqatamida million so'm. U sotuvchiga 10 million so'm zakalat berdi. Telegramda pulni oldim degan yozishma bor, lekin zakalat shartlari yozilmagan. Ertasiga sotuvchi boshqa xaridor topib, mashinani qimmatroqqa sotib yubordi. Jasur aka pulni qaytarishni so'radi. Sotuvchi bu zakalat edi, qaytarmayman dedi. Bu yerda nizo nimadan chiqdi? Aniq yozma kelishuv yo'qligidan. Zakalat avans oldindan to'lov bular bir xil narsa emas. Har biri alohida huquqiy oqibat beradi. Uchinchi misol. Bir oila kvartirani ijaraga oldi. Uyga 1 million so'mdan kelishdi. Uy egasi shartnoma shart emas, o'zimiz kelishamiz dedi. 3 oy o'tib. Uy egasi narxini 5 million 500 ming so'mga ko'tardi va yo to'laysiz yo chiqasiz dedi.
Agar shartnomada muddat va narx yozilgan bo'lsa, ijarachi o'z huquqini himoya qila olardi. Og'zaki kelishuvda esa odam ko'proq zaif holatda qoladi. 4-misol. Bir yigit kredit kartadan 7 million so'm ishlatdi. Har oy minimal to'lov qilib yurdi, lekin shartnomadagi foiz va kechikish shartlarini o'qimadi. 1 yil o'tgach qarz kutilgandan ancha ko'payganini ko'rdi. U men 7 million olganman, nega bundan ko'p bo'ldi dedi. Sabab oddiy. Shartnomada foiz, komissiya, kechiktirish oqibati yozilgan. Shuning uchun men doim aytaman. Imzo qo'yishdan oldin shartnomani oxirigacha o'qing. Tushunmagan bandni so'rang. Bank xodimi shoshirsa ham sizning imzoyingiz sizning javobgarligingiz. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan nozik joylarga o'taman. Birinchi nuanca, har qanday yozishma ham yetarli dalil bo'lavermaydi. Telegram, SMS, audio xabar bankchaga yordam berishi mumkin, lekin ular aniq, tushunarli va bog'liq bo'lishi kerak. Masalan, siz karta orqali 5 million so'm o'tkazdingiz, lekin izoh yozmadingiz. Keyin bu qarz edi deysiz. Qarshi tomon esa yo'q, bu sovg'a edi yoki oldingi qarzingizni qaytargansiz deyishi mumkin. Shuning uchun to'lov izohi juda muhim. Ikkinchi nuanca, qarindoshlar o'rtasidagi kelishuvlar ham hujjatlashtirilishi kerak. Ko'pchilik ota-bola, aka-uka, opa-singil, quda-anda orasida hujjat qilishni uyat deb biladi. Lekin amaliyotda eng og'ir nizolar aynan yaqinlar orasida chiqadi. Chunki ishonch katta bo'ladi, hujjat kam bo'ladi. Keyin meros, uy, qarz, ta'mirlash, biznes ulushi bo'yicha yillar davom etadigan kelishmovchilik paydo bo'ladi. 3-nuanca, muddatni o'tkazib yubormaslik kerak. Qonunda ko'p holatlarda murojaat qilish, shikoyat berish, e'tiroz bildirish, qarorni bekor qildirish yoki huquqni tiklash uchun aniq muddatlar bo'ladi. Odamlar ko'pincha keyinroq boraman deb yuradi. Keyin muddat o'tadi. Muddat o'tgandan keyin masalani hal qilish qiyinlashadi. Ba'zan esa deyarli imkonsiz bo'ladi. 4-nuanca. Imzo qo'yilgan hujjatni men o'qimaganman deb bekor qilish oson emas. Bu juda muhim. Odam shartnomaga imzo qo'yadi, keyin men tushunmaganman deydi. Agar u voyaga yetgan, muomalaga layoqatli odam bo'lsa, hujjatni o'qib imzolashi kerak. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Shartnoma qancha uzun bo'lsa ham, eng kamida summa, muddat, jarima, foiz bekor qilish tartibi, kafolat, javobgarlik va nizolarni hal qilish bandlarini o'qing. 5-nuanca, ishonchnoma bilan ish qilishda ehtiyot bo'ling. Siz kimgadir avtomobil, uy, bank hujjat yoki boshqa masalada ishonchnoma bersangiz, u odam sizning nomingizdan harakat qilishi mumkin. Ishonchnomada vakolatlar juda keng yozilgan bo'lsa, keyin men buni xohlamagandim deyish qiyin. Ishonchnoma berayotganda aniq yozdiring, qaysi ish uchun, qancha muddatga, qanday vakolat bilan berilyapti. 6-nuanca, hamma shunday qiladi degan gap huquqiy himoya bermaydi. Masalan, hamma norasmiy ijaraga berayotgan bo'lishi mumkin. Hamma tilxatsiz qarz berayotgan bo'lishi mumkin. Hamma shartnomani o'qimasdan imzo qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Lekin muammo sizning boshingizga tushganda boshqalar ham shunday qilgan degan dalil sizni qutqarmaydi. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha majburiyatlarni tekshiring. Kreditlaringiz, bo'lib to'lash shartnomalaringiz, aliment, jarima, soliq, kommunal qarz, sud qarori, ijro hujjati bor yo'qligini aniqlang. Bank ilovalarini ko'ring. Davlat xizmatlari portallaridan foydalaning. Kerak bo'lsa bankka, notariusga yoki ijro organiga murojaat qiling. Maqsad bitta. Yashirin yoki unutilgan qarzdorlik qolmasin. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta nusxalari, shartnomalar, tilxatlar, bank cheklari, kvitansiyalar, yozishmalar, dalolatnomalar, kafolat qog'ozlari, ijara hujjatlari alohida papkada tursin. Telefoningizda rasm qilib saqlang, lekin asl nusxani yo'qotmang. Ayniqsa qarz, oldi-sotdi, ijara va xizmat ko'rsatish hujjatlari juda muhim. 3-qadam. Endi pul berayotganda yoki olayotganda oddiy yozma hujjat tuzing. Unda tomonlarning to'liq ma'lumoti, summa, sana, muddat, to'lov usuli, majburiyat va imzo bo'lsin. Agar summa katta bo'lsa, notarial tartibda rasmiylashtirishni ko'rib chiqing. Notariusga to'lanadigan xarajat keyin sudda yurishdan ancha arzon tushishi mumkin. 4-qadam, shartnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Agar matn murakkab bo'lsa, uyga olib boring, tinch o'qing. Tushunmagan joyingizni mutaxassisdan so'rang. Hozir imzo qo'ymasangiz bo'lmaydi deb shoshirsa, ayniqsa ehtiyot bo'ling. Halol va to'g'ri bitimda odamga o'qish uchun vaqt beriladi. 5-qadam,
qarzingiz bo'lsa, yashirmang, muloqot qiling. Bankka boring, restrukturizatsiya so'rang, to'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishni so'rang, yozma ariza qoldiring. Agar aliment yoki sud qarori bo'yicha qarzdorlik bo'lsa, ijro organi bilan aloqada bo'ling. To'lash imkoniyatingiz bo'lmasa ham mutlaqo jim yurish eng yomon yo'l. Chunki jimlik ko'pincha vaziyatni og'irlashtiradi. 6-qadam. Birov sizdan noqonuniy pul talab qilsa yoki asossiz qarzdorlik chiqarsa, darhol yozma e'tiroz bering. Telefon orqali tortishib yurish yetarli emas. Tashkilotga ariza yozing, kirim raqamini oling, nusxasini saqlang. Agar javob bermasa, yuguri tashkilotga iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga yoki sudga murojaat qilish mumkin. Lekin har bir bosqichda hujjat qoldiring. 7-qadam. Uy-joy yoki avtomobil bilan bog'liq bitimlarda tekshiruv qiling. Mulk egasi kim, taqiq yoki garov bormi? Qarzdorlik bormi? Ishonchnoma haqiqiymi? Sotuvchi haqiqatan ham sotish huquqiga egami? Bularni oldindan aniqlang. Arzon narxga uchib, keyin yillar davomida sudda yurishdan ko'ra, boshida 1-2 kun tekshirgan yaxshiroq. 8-qadam. Oilaviy kelishuvlarni ham aniq yozing. Masalan, farzand ota-onasining uyini ta'mirlashga tagi million so'm sarflayapti. Bu pul sovg'ami, qarzmi, kelajakdagi ulushmi, merosga bog'liq kelishuvmi? Agar hozir aniqlanmasa, keyin aka-uka va opa-singillar orasida katta nizo chiqishi mumkin. Shuning uchun noqulay bo'lsa ham boshida gapni ochiq aytish kerak. Agar ariza yozmoqchi bo'lsangiz, unda his-tuyg'u emas, faqt bo'lsin. Masalan, men falon sanada falon tashkilot bilan shartnoma tuzganman. Shartnoma raqami falon. Falon sanada falon miqdorda to'lov qilganman. Hozir menga falon qarzdorlik chiqarilgan. Ushbu qarzdorlik asosini yozma ravishda tushuntirib berishingizni, hisob-kitob nusxasini taqdim etishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa murojaat aniq bo'ladi. Agar qarz qaytarilmayotgan bo'lsa, qarzdorga yozma talabnoma yuboring. Unda qarz qachon berilgani, qancha berilgani, qachon qaytish kerakligi, hozirgacha qaytarilmagani, ma'lum muddat ichida to'lash so'ralayotgani yoziladi. Talabnomani yuborganingizni isbotlay oladigan usuldan foydalaning. Keyin sudga borishga to'g'ri kelsa, siz masalani tinch yo'l bilan hal qilishga uringan bo'lasiz. Agar shartnoma bekor qilinishi kerak bo'lsa, og'zaki aytib qo'ymang. Yozma xabar bering. Men shartnomani bekor qilyapman deyish bilan ish tugamaydi. Shartnomada bekor qilish tartibi qanday yozilgan, necha kun oldin ogohlantirish kerak, jarima bormi? Tomonlar hisob-kitob qilish kerakmi? Bularni tekshirish zarur. 1-xato. Hujjatni keyinga qoldirish. Odamlar ko'pincha pul berilgandan keyin tilxat yozamiz deydi. Lekin pul berilgandan keyin qarzdor yozmasligi mumkin. Shuning uchun hujjat pul berishdan oldin yoki aynan pul berilayotgan paytda rasmiylashtiriladi. 2-xato. Bo'sh joy qoldirilgan hujjatga imzo qo'yish. Hech qachon summa, sana yoki shartlar to'ldirilmagan qog'ozga imzo qo'ymang. Keyin u yerga boshqa raqam yoki boshqa shart yozilishi mumkin. 3-xato. Chet el valyutasida noto'g'ri kelishish. Agar qarz dollar yoki boshqa valyutada muhokama qilinsa, qaytarish tartibi, kurs, to'lov kuni aniq bo'lishi kerak. Aks holda kurs o'zgarganda nizo chiqadi. 4-xato. Skrinshotga haddan tashqari ishonish. Skrinshot yordam beradi, lekin uni o'zgartirish, kesish yoki noto'g'ri talqin qilish mumkin. Shuning uchun rasmiy hujjat va bank izlari kuchliroq. 5-xato. Advokatga borish qimmat deb, keyin undan ham qimmat muammoga kirish. Katta summa uy, mashina, biznes, meros, kafillik yoki kredit bo'lsa, boshida maslahat olish kerak. 200 million so'mlik bitimda kichik maslahat xarajatini tejab. Keyin butun mulkni xavfga qo'yish mantiqsiz. Bugungi gapimning asosiy ma'nosi bitta. Yangi qonun va yangi tartiblar davrida hujjat, muddat va dalil birinchi o'ringa chiqyapti. Og'zaki kelishuv ishonch, shoshma-shosharlik va keyin ko'ramiz degan yondashuv ko'p odamni muammoga olib kirishi mumkin. Agar siz majburiyatlaringizni bilsangiz, hujjatlaringizni tartibga solsangiz, to'lovlarni vaqtida qilsangiz, shartnomani o'qib imzolasangiz, o'zingizni ancha kuchli himoya qilgan bo'lasiz. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq kredit, jarima, qarz, ijara oldi, sotdi va boshqa hujjatlaringizni tekshiring. Nima yozilganini biling. Qaysi muddatlar borligini aniqlang. Kerak bo'lsa, yozma murojaat qiling. Qonunni bilish faqat yuristlarga kerak emas. Qonunni bilgan oddiy fuqaro ham o'z pulini, mulkini, oilasini va vaqtini himoya qila oladi. Sizda shunday holat bo'lganmi? Qarz qaytmagan, shartnoma noto'g'ri tuzilgan, jarima yoki cheklov kutilmaganda chiqqanmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.
Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga katta muammodan qutulib qolishi mumkin.